zo'r qassob bo'lish uchun ikkita maslahat bor. Birinchisi, qadriyati zo'r odam tanlash kerak, ustozni. O'zi qadriyati zo'r deganni haq temasiga yetolma. Biron haqqiga xiyonat qilmaydigan yaxshi ustoz. Ikkinchisi, juda ozoda bo'lish kerak. Oilada ham ozoda bo'lish kerak, ishda ham ozoda bo'lish kerak. Qassobchilik ozodachilik talab qiladi. Ozoda bo'lmasa, o'tgan kuni bizga o'zlik bergan bitta klientimiz juda meni ruhlantirib yubordilar. Ozodagarchilik o'sha yerda yana kerakligini yana bir marta bildim. Ikkitasi eng muhimi. Ustoz tanlashda adashmanglar, ozodagarchiligiga e'tibor beringlar. Qo'y so'yishni o'rgansa bo'ladi, lekin fahm farosatni ko'pchilik ishlatmaydi. Oriydi deb o'ylaydi. Ishlatsa bo'ladi. Ozodagarchilik bilan ustoz tanlashda adashmasa bo'ladi. Ozodagarchilikka qo'shadigan joyim, mol so'yamiz. Shogirdlik maqalim 15 yil, 17 yil oldin, 15 yil oldingi narsani aytayapman. Kichkinagina qushxona mol olib kiryapti desherigim. Uni boylashyapti. U orqasidan kakashkani qilyaptilar. Bitta o'rtog'im shunday ushladi kakashkani. Molni yerga tushmasdan kakashkani ushladi. Voy shunaqa kulvonman, o'zimda yo'q kulvonman. Keyin ustozimiz ko'timni shunaqa tepdilar. Men bolali bo'lolmayman deb o'yladim. Shunaqa tepdilar. Shunaqa og'riyapti ichim bor-ku. Keyin safardilar. Mol kirsa dedilar, yerga tushishidan oldin sen qo'lingni tutasan dedilar. Keyin safar mol kirdi, shundoq qilyapti, shundoq qo'limni ushlaganman. Ozodagarchilikni ushlamasanglar, qassob bo'la olmaysan degan. Bu dabdalasi chiqsa, o'zimiz yuramiz, o'zimiz ishlaymiz deganlar ustozim. Qudrat akam, Chilonzor 20-kvartalda go'sht sotadilar. Shundoq burch edi Qudrat aka. O'sha tepganingizga rahmat, ta'siri bor. Orig'ini emas, tarbiyani ta'siri bor, aka. Kattagon rahmat. Ozodagarchilikda gap katta. Hozirgi shogirdlarni sal gapirsangiz, sal qattiq gapirsangiz, basharasini tomsayib, xomsayib oladi bular. Mayli endi. Bu yo'qni gapirmay qo'ya qoling. Lekin urmayapmiz-a, biz bularni umuman. Qudrat aka, rahmat kattagon.